Ko'rdinglarmi, hurmatli ayollar, ujchi odamlar shu narsaga o'rganib qoldi-da. Agar Instagramda o'zingiz baxtli ko'rsatsangiz, rostdan baxtlisiz, atak hayotda ba'zi insonlar misol uchun oilaviy munosabatlarini bekitadi, ko'z tegishidan qo'rqadi. Men ham boshida rosa ko'rsatkim kelardi, harakat qilardim. Xo'jayinim rosa ham qarshi bo'lgandilar-da. Hozir tushunib yetyapman, что iloji bo'lsa umuman ko'rsatmaslik kerak-da. Baribir odam qizg'anib qolar ekan-da munosabatda. Men uylarida birga yashayapman-ku. Erim bilan glavnisi profilda bo'lmasam hayotlarida borman ki aytishadi, profilga qo'ymaydi-da, o'zini profilida hamma narsaga ruxsat berib qo'ygan. Chunki meni auditoriyam 90% ayollar, erkaklar kirmaydi, kam kirib ko'radi meni. Ular profillariga qo'ysalar, hammasi erkaklar kirib ko'rib o'tirishmaydi profillaridan yoki o'rtog'ini отдельно profiliga kirib ko'rib chiqib ketmaydi. Hech kim meni profilimga kirmaydi. Mujik ularning o'rtoqlarida. Salma meni ishlatsa bo'ladi-yu.